kitob o'qiydigan yigitlar, balkim ular bek kelishgan, qomatlik bo'lmasligi mumkin. Lekin ular dengiz kabi cho'nqur, buloq kabi pokiz va go'zal qalbning egisidir. Kitob o'qiydigan yigitlar, balkim ular moddiy jihatdan boy sanalmasligi mumkin. Lekin ma'naviy jihatdan elib aytganda, ular intayin mo'l va yuksak boylikning egisidir. Kitob o'qiydigan yigitlar, balkim ular har kuni isil nozu ne'matlardan, boy-boyasha turmushdan bahramand bo'lolmasligi mumkin. Ammo ular hech qachon ruhiy dunyosini ochib qo'ymas. Men kitob o'qiydigan yigitlarga havas qilaman. Chunki ular yigitlik qimmatning nimaligini, erlik majburiyatning qandoqligini, naqadar buyuk mas'uliyatning egisi ekanligini his qilib yetalaydi. Men kitob o'qiydigan yigitlarni hurmatlayman. Chunki ular qandoq er bo'lishni, qandoq dada bo'lishni, qandoq yo'l tutishni va tutgan yo'li orqali erlik qo'rg'onlarga qandoq uzilmas izlarni qoldirishni bilalaydi. Men kitob o'qiydigan yigitlarni ulug'layman. Chunki ular yerim tan bo'lgan ojiz qiz ayollarni hurmatlashni, asrashni biladi. Va ularning izzat obro'yini qo'g'dashning o'z g'ururini qo'g'dash ekanligini biladi. Ular hayoni, axloqni qo'g'digan ulug' muhabbat dastonlarini qoldirib ketgan ota-bovlarimizning shahidi bo'la oladi. Ey yigitlar, kitob o'qinglar. Qalb sultoninglardan o'rin bergan shu go'zallaringlar uchun loyiqim bo'lg'in deb naqsh to'lab amay, bir haqiqatim bo'lsa-mu, hayoliq bo'g'in deyalaydigan yigit bo'linglar. Ey yigitlar, kitob o'qinglar. Nafsinglar uchun shu ojizalarning baxt g'unchisini to'zg'oq kabi to'zitadigan emas, balki shu qadar fasohatlik, go'zal so'zlaringlar bilan onliq hislarini uyg'otalaydigan yigit bo'linglar. Ey yigitlar, kitob o'qinglar. Kelishgan qomatinglar, vaqtli so'ltinglarni ko'z-ko'z qilib yuradigan emas, balki nima uchun yigit deb so'ralganida o'zinglarni varaqlab o'qiyolaydigan yigit bo'linglar.